Mana do'stlar, ko'rib turganlaridek o'choqni ozgina joyini buzib, bu tomondagi haligi rakuna turadigan joyni buzib, ichkaridan eshik ochib, bu tomonga devor urib, dushoy komnata qilib berdik. Portichkasi ham turibdi. Uni hozir ichkariga kiramiz. Qani ketdik. Mana ichkariga ham kirib oldik. Svetni yoqamiz. Ko'rib turganlaridek bu tomonlarni ham chiroyli qilib dekorativniy reyka panellarni ishlatdik. Mana eshikni ochib kirganimizda to'g'rida rakvina joylab berdik. Undan keyin chap tomonimizga unitazni joylab berdik. Ustida istkech, bu tomonda полотенце сушитель, to'pli pol, portichkamiz aytganimizdek turibdi joyda. Keyin mana bunday tahorat oladigan o'rnatib berdik. Ko'rib turganlaridek o'zini stoli bilan o'tirib, bemalol mana bu yerda tahorat olsa bo'laveradi. Tahorat olgandan keyin yana o'zini o'rniga bunday qilib kirgizib qo'ysa, joydan yakuni bo'lib dushoy tomonga bemalol turadi. Mana bu yerda dushoy bo'ldi. Смеситель, polka. Ko'rib turganlaridek bu tomonda radiator o'rnadi, через котел. Xonamiz razmeri 120 sm ga, uzunligi 360 sm. Oynagimiz yonadi. 3 xil rangda yonadi. Rakvinamiz osma rakvina bo'ldi. Mana tagida avariyni trap ham qo'yib berganmiz. Avariyni holatda suv tushib ketadi. O'zi mana bu yerda bez bardur qilib berganmiz. Bu tomonga ham o'zi suv ketaveradi trapga. Polimiz matviy kafel, devorimiz matviy bambukoviy panel, patologimiz matviy natijnoy patolog bo'lgan. Ko'rib turganlaridek, juda ko'rib turganlaridek ranglarni moslaganmiz. Qora. Aynida ichkasi ham qora. Stolimizni nima o'tiradigani ham qora. Mana bu tortmasi ham qora. Qora. Va yana qora. Eshigimiz ham rezinkasi qora. Aytgancha mana bu fenni qaranglar. Ajoyib. Do'stlar, shunaqa chiroyli qilib bitirib berdik. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib ketinglar. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, doimo xizmatinglardamiz. Sirojbek Sanuzil Group deb yangi profil ochganmiz. Atmetga qilib qo'ydim. Kirib, bemalol qolgan ishlarimizni ham ko'rib, obuna bo'lib, xizmatlar bo'lsa qilishingiz mumkin. Raqamlarda qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Sizlar bilan Kamina Sirojbek ustida keyingi ishlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.